Avvalambor barchangizga assalomu alaykum. 99-chi topik imtihoni oldidan so'nggi tavsiya va maslahatlar darsda ko'rib turganimdan xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda imtihon vaqtigacha bo'lgan vaqt, imtihon vaqti va imtihondan keyingi masalalar haqida gaplashamiz. Avvalo imtihongacha bo'lgan bir daqiqa. Avvalo imtihongacha bo'lgan vaqt haqida gaplashadigan bo'lsak, avvalo bugun yaxshilab dam olib oling. Ko'p o'quvchilarga bugun ataylab ko'p vazifa bermadim. Asosan takrorlash qilinglar dedim. Bugun dam olish juda muhim sizlar uchun. Chunki miyamizga ertaga eng yuqori bosim bo'ladigan kunlardan biri bo'ladi. Hafta davomida odatda 3 ta onlayn dars, 3 ta vazifa qilib kelar edik. Bir kun tadqiqiy vazifa qildik. Bir kun ilkiy, bir kun sigiy bo'yicha vazifa qildik. Mana shu bir haftaning ichida qilingan vazifa ertaga bir necha soat ichida birdaniga qilishingizga to'g'ri keladi. Buning uchun avvalo yaxshilab dam olib olishimiz muhim. Juda ko'p uxlash ham, juda kam uxlash ham ertaga zararimizga ishlab qoladi. Shuning uchun iloji boricha plus minus 8 soat atrofida yaxshilab dam oling. Kechasi bilan telefon o'ynab chiqishga odatlanib qolganlarda bu narsa juda qiyin kechadi. Iloji boricha telefoningizni boshqa xonaga, uzoqroq joyga qo'yib kelsangiz, sizni chaqirib olishi qiyinroq kechadi. Telefondan chiqayotgan blue light deyiladi, ko'k nur ongingizga hali yorug', hali uxlaydigan vaqt bo'lmadi degan mesajni jo'natib turadi. Shuning uchun avvalo shundan qutular ekansiz, keyin uyqu keladi. Yaxshilab dam olib olishga harakat qiling. Va ertalab turganingizdan so'ng yaxshilab qorningizni to'yg'azib oling. Imtihonga kirib ketganingizdan keyin shu bilan 3-4 soatda chiqasiz u yerdan. 4-5 soatda chiqar ekansiz. Shuning uchun yaxshilab qorningizni to'yg'azib oling. Koreyada istiqomat qiladigan o'quvchilarimiz ertalabki nonushtani qilmaslikka odatlanib qolgan bo'lsagina kerak. Ertaga o'zingizni majburlab bo'lsa ham biror narsa yeb oling. Chunki bizda qorningiz och bo'lar ekan, energiya bo'lmasa miya ham yaxshi ishlamaydi. Misol uchun ko'rish qobiliyati pasayadi, ongni ishlash tezligi ham pasayadi. Shuning uchun ertalab qorningizni juda haddan tashqari ham emas, iloji boricha to'yg'azib olishga harakat qiling. Keyin yo'lga chiqishdan avval ID kartangiz. ID kartangiz qo'lingizda bo'lmasa, pasportingizni tayyorlab oling. O'zbekistonliklar esa ID karta bilan. Koreyadagi o'quvchilarimiz ID kartani qaysi pasportingiz bilan olgan bo'lsangiz, shu pasportingizda katta ehtimol bilan hamma qizil pasport olgan bo'lsa kerak. Endi a, Koreyaga kelganidan beri O'zbekistonga bormaganlar bo'lsa, ko'k pasport bilan qolib ketgan bo'lishining ehtimoli ham bor, lekin juda past. ID karta yoki qizil pasportdan birini va imtihonga kirish qog'ozingiz, ya'ni Suxonpyo bo'ladi. Suxonpyoni iloji boricha printerdan chiqarib olib yoki telefoningizda PDF holatda saqlagancha imtihonga borishingiz kerak. Unda imtihon xonangizni haqidagi ma'lumotlar bo'ladi. Imtihon joyi aniq-kuya oldindan bilasiz, lekin imtihon xonangizni bilmasligingiz mumkin. Bu narsa sizni Suxonpyoyingizga yozilgan bo'ladi. Keyin yo'l-yo'lakay do'konga kirib, ruchka o'chirgich, ya'ni sujam teypi deymiz, ya'ni xato yozgan paytimizda shuni ustidan oq tortib, ustiga qaytadan yoziladigan sujam teyp olib olinglar. Sizga imtihonida kerak bo'ladi bu narsa. Va suv va shokolad yengilroq tamaddi qilib olishga biror bir narsa olib oling. Orada titkiy va sigiy imtihon tugagandan so'ng yarim soatlik 30 daqiqalik tanaffus bo'ladi. Ana shu tanaffus paytida nimadir tanovul qilib olishga imkoniyat bo'ladi. Shu bilan na suv ichiradi, na biror bir narsa yediradi. Shu bilan imtihonni tugatishingiz kerak bo'ladi. Endi men o'zim odat sifatida shokolad olaman, chunki qisqa vaqtning ichida tezda energiya tiklaydigan narsa bu shokolad.
Yoqtirmaydiganlar esa o'ziga kerakli biror bir narsa olib olinglar. To'satdan qorni ochib qoladigan bo'lsa, asabiylashadi inson. Imtihon vaqtlariga keladigan bo'lsak, Topik 2 imtihoni Koreya vaqti bilan 13:00 da boshlanadi. Kirish vaqti esa 12:20gachadir. Bundan keyin yetib borsangiz kiritilmaydi. Shuning uchun iloji boricha 11 va 12 orasida imtihon joyiga yetib borib, atrofdagi biror bir kafeda a, oldingi bilimlaringizni takrorlab turganingiz maqsadga muvofiq. Yo'llar tirband bo'lish muammosi bo'ladi, a, yoki baribir issiq jonimiz turli xil muammolar chiqib qolishi mumkin. Oldindan nima bo'lishini bilmaymiz. Shuning uchun iloji boricha ertaroq borib, atrofdagi biror bir kafeda kutganingiz yaxshi. Nemis millatini odatda uchrashuvlarga kechikmaydigan millat sifatida ko'riladi. Buni asosiy sirlardan biri shunda ekanki, nemislar doim, misol uchun 12:00 da siz bilan uchrashuv bo'ladigan bo'lsa, kamida 10 daqiqa avval yetib borib, yarim soat 10 daqiqa avval yetib borib, atrofdagi biror bir kafeda o'tirishar ekanda, aynan yaksopishigan uchrashuv vaqti bo'lgan daqiqaga moslab kirib kelishar ekan. Ularning qarashlari bo'yicha erta kelib kutib o'tirsa, xuddiki uchrashuvga chiqqan odamni oldida o'zini vaqtini qadri yo'q, bemalol, bo'sh vaqti ko'p inson sifatida taassurot qoldirish mumkin ekan. Kech kelgan inson esa mas'uliyatsiz degan taassurotni uyg'otar ekan. Shuning uchun 12mi ana shunga roppa-rosa soniyasigacha moslab kirib kelishar ekan. Shuning uchun sizlardan ham agar kech qolmaslikni xohlasangiz, iloji boricha ertaroq borib kutib turishni tavsiya qilaman. O'zbekistonda esa 9:40 imtihon boshlanar ekan, 9:10gacha kiritilar ekan imtihonga, undan keyin to'xtatilar ekan. Iloji boricha 8 va 9 orasida ertaroq yetib borib, u ana shu joyni o'zida takrorlab, biroz hayajonni ham yengib turishga harakat qilinglar. Asosan imtihonga kirguningizga qadar tavsiyalarim shulardan iborat edi. Agar savollar bo'lsa eshitaman. Imtihongacha bo'lgan jarayon haqida. Hop, savollarimiz bo'lmasa davom etamiz. Endi bevosita Tabanji bilan tanishib chiqamiz. Avval ham imtihonga kirganlar bundan xabardormiz, faqat birinchi marotaba kirayotganlar uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Imtihon birinchi bo'lib 13:00 da titkidan boshlanadi. Mm, Roppa-rosa 60 daqiqa bo'ladi. Faqat titki imtihoni titki audiosini boshlanishi va audioni tugashi bilan yakunlanganligi uchun sizga uni qancha vaqt bo'lgani deyarli sezilmaydi. Avvalo Chilimunji savollar varaqasi va Tabanji javob varaqasi tarqatilgan paytida o'zi sizga ism, familiyangiz va Suxon Ponoyingizni yozishni aytiladi. Savollari varaqasiga ham yozishingiz kerak. Mabodo savollar varaqasi yo'qolib qolsa, birorta kam chiqsa, ismi, familiyasi yozilmagan odam olib ketgan degan gumon bo'ladi. Shuning uchun albatta a, savollar varaqasini ustiga ham, javoblar varaqasini ustiga ham ism, familiyangiz yozilishi shart. Yuqorisiga birinchi qismiga koreyscha familiya, ism, otangizning ismi, falonchi o'g'li, falonchi qizi to'liq yozamiz va bir qatorga sig'maydi. Bizni ism, familiyamiz uzun bo'lganligi uchun, shuning uchun hisobga olingki, mana shu kadak ikki qator yozishimiz kerak. Va ostiga inglizcha ism familiyamiz, ID kartamizdagi yoki pasportimizdagi ism familiya falonchi o'g'li qizigacha to'liq yozishingiz kerak. Aytgancha, Hangugo name'ga keladigan bo'lsak, koreyscha ismingizga keladigan bo'lsak, odatda ismni yozishda aniq bir mezonlar yo'q. Chetdan keladigan xorijiy so'zlarni adabiy so'z sifatida qabul qilinish jarayonida aniq mezonlari bor. Adabiy so'z sifatida qabul qilinayotgandi. Lekin atoqli otlar ga nisbatan qo'yilmagan bunday talab. Misol uchun,
ko'pchiligimizga mashhur Samsung kompaniyasi koreychasiga Samsung bo'ladi. Samsungni Samsung deyiladi. Va Hyundai kompaniyasi aslida koreychasi Hyundai bo'ladi. Mana bunaqa atoqli otlarni nomi ingliz tiliga yoki ingliz tilidan koreys tiliga olib kirilayotgan paytda aniq talab qo'yilmagan. Ular talaffuz qilinishi qulayligi, ko'plab narsalarni hisobga olib, o'zlari o'z xohishlari bilan tanlashadi. Shuning uchun qayerdadir I, K, K yozib qo'ydim deb ko'p ham o'ylanmang. Meniki qanday bo'lar ekan deb o'ylanishingiz ham hojati yo'q. Maksimal darajada o'z o'zbekcha ismingizni koreyscha talaffuzida ifodalay oladigan so'zlar bilan yozamiz. Misol uchun, mening ismim Zafarjon bo'ladigan bo'lsa, koreys tilida Z yo'q, uni JJ harf bilan ifodalayman. Ja, F yo'q, man P harfidan foydalanaman. Maksimal F ga yaqin harf. Jappa, R, Jon shaklida yozaman. Bu yerda ni qo'shishimni sababi, agar paga qo'shib qo'yadigan bo'lsam, pachimda L harfi talaffuzini beradi. Japaljon bo'lib qoladi. Shundan qochish uchun man R ga R harfini alohida bo'g'in sifatida olib chiqib, Japarijon deb ismimni o'zini yozaman. Buni misolida man sizlarga, misol uchun, Z harfini J bilan, F harfini P bilan ifodalasa bo'ladigan misol ko'rsatib beryapman, xolos. Shuning uchun aniq bitta yarimta xato bo'lib qolsa hech narsa qilmaydi. Ustoz, men koreyscha ism va familiyamni o'zini yozamanda doim, bo'lmasa ikki qator ham sig'maydi. Ha. Endi hammasini batafsil yozilishi shart emas, bu shunchaki rasmiyatchilik. Eng muhimi mana bu Suxon Ponoyingiz. Sizni ism familiyangizga qarab emas, mana bu raqamga qarab tekshiriladi. Sig'masa iloji yo'q, siqqan joyigacha ikki qator qilib yozaverasiz. Keyin Suxonpyo imtihon varaqangizda sizni Suxon Ponoyingiz bo'ladi. Imtihon topshiruvchi raqami bo'ladi. Ana shu raqamni birinchi o'rinda yuqoridagi qatorga yozib, topik 2 imtihon topshiruvchilarining aniq o'rtada bittasi raqami 8 bo'ladi. Ana shu 8 ni yozmaysiz va shu 8 ni bo'yamaysiz. Qo'shimcha 8 yozmang. O'rtadagi mana shu 1, 2, 3, 4, 5, 6-chi raqam aniq 8 bo'ladi. Hammanikida. Shuning uchun buni 6-chi 8 ni yozmasdan 7-chi raqamdan boshlab to'liq yozib chiqasizda, keyin ana shu raqamlarni bo'yab chiqasiz. Misol uchun 1, 1, 2, 2, 3, 8, 4 deb taxmin qilaylik. 5, 6 raqami bo'ladigan bo'lsa, birinchi yozib olib, endi aynan shu raqamlarni bo'yab chiqasiz. Bo'yayotgan paytingizda mana bu yumaloqning ichidan chiqib ham ketmasligi kerak va bo'sh joyi ham qolmasligi kerak. Ana shuni hisobga olinglar. Olti, olti. Uh, Odatda 50 ta testni ichida qaysidir birini noto'g'ri bo'yab yuborsangiz, bitta test xato ketadi xolos, lekin bu yerda bitta raqamni noto'g'ri yozib yoki noto'g'ri yozish emas, muhimi bo'yash, chunki buni kompyuter tekshiradi. Kompyuter bo'yaganingizga qarab tekshiradi birinchi o'rinda. Chiroyli yozdi, xunuk yozdi, muhim emas mana bu raqamlarni ham. Muhimi to'g'ri bo'yalganidir. Ana shunga qarab kompyuter tekshiradi va bitta xato ketsa, aynan sizni imtihon raqamingiz 0 ball chiqadi. Nega? U raqamga hech kim topshirmagan bo'ladi. Siz 6 ni 5 qilib yuborgan bo'lsangiz, sizni haqiqiy 6 bilan tugagan imtihon raqamingizga ball yozilmagan bo'ladi va avtomatik 0 ball chiqadi. Shuning uchun har birini 2 martalab tekshirib, buni bo'yab chiqishga ancha bemalol vaqtingiz bo'ladi. Shuning uchun bitta-bitta bo'yab tekshirib chiqamiz. Va imtihon varaqangizda, so'qon sizni qo'l so'qyon, oq yoki chaq so'qyon juft savollar varaqasi tarqatilgan bo'ladi sizga. O'zi so'qon pyoyingizda ham yozib qo'yilgan bo'ladi va shunga qarab kamdokkan nazoratchi tarqatadi ham. Shunga qarab
Oq bo'lsa ho'l so'qyon, juft bo'lsa chak so'qyonini bo'yaysiz. Keyin qolgan ikkita qismiga tegmaysiz. U yog'i nazoratchi belgi qo'yadigan joyidir. Yuqorisidagisi imtihonga kelmaganlarga o'zi nazoratchi belgi qo'yib pechat uradi. Kelganlarga esa hech qanday belgi qo'ymasdan faqat pechat qo'yib ketadi. To'g'riligini tekshirib bir marta. Keyin a, titkiy umumiy takrorlash darsida ham aytib o'tdimi? Agar ham titkini eshitib, javoblarini topib, belgilab ketishga ulguradigan o'quvchi bo'lsangiz, juda tajribalilarda bo'ladi bu narsa. Bitta-bitta eshitib, belgilab ketganingiz yaxshi. Lekin sizda ham eshitib, ham javob topib, ham belgilab ketishda noqulaylik bo'ladigan bo'lsa, oxirgi ikki juft testdan voz kechib, faqat savol varaqasiga to'g'ri javobni belgilab ketib, keyin 46gacha yechganingizdan so'ng 47, 48, 49 va 50 ni yechmasdan to'xtatib, mana shu vaqtni ichida bittalab bo'yab chiqqaningiz yaxshi. Shoshmasdan tekshirib. Oxirgi ikkita test tadqiq ancha uzun bo'ladi. Ikki martadan o'qib bersa, salkam 5-6 daqiqa vaqt bo'ladi. Bu vaqtning ichida menimcha bo'yab chiqishga ulgursangiz kerak. Agar ulgurmayman deb hisoblasangiz 45 dan boshlab to'xtatsangiz ham bo'ladi. Bunday deyotganim sababi shosha-pisha mana bu yerda oson-oson savollarni bo'yashda yoki javob topishda xato qilib qo'ysangiz, mana bu yerda endi shuni qiyin-qiyin testlarni bajarib topishga to'g'ri kelardi. Shuning uchun oxirida baribir to'g'ri topasizmi yo'qmi garantiya, kafolat yo'q bo'lgan testlardan voz kechib, yaxshilab bor fokusingizni javoblarga qaratib, yechib ketib, keyin ko'chirganingiz yaxshi. Lekin to'liq 50 gacha faqat savollar varaqasiga belgilab ketadigan bo'lsangiz, darhol imtihon 50-savolni o'qib eshittirib bo'lgandan so'ng javoblar varaqasini yig'ishtirib ketadi. Birortasini belgilashga ulgurmay qolasiz. Shuning uchun 45 ta yoki 47gacha yechgandan so'ng to'xtatib, shoshmasdan bittalab ko'chirgan yaxshi. Oramizda ancha tajribali o'quvchilar ham bor. Tajribangiz yaxshi bo'lsa, bittada yechib, bittada bo'yab ketganingiz maqsadga muvofiq 50gacha borishga moslashgan, ko'nikkan o'quvchilar bo'lsa. Va oxirida ko'chiraman degan o'quvchilarda hamma testni belgilanayotgan paytda ba'zan oltinikini 7ga, 7nikini 8ga, 8nikini esa 9ga adashib ko'chirib qo'yadiganlar bo'ladi. Shuning uchun ichingizda takrorlab turing. 6ga 2, 6ga 2, 7ga 3, 7ga 3 deb bo'yab bo'lguncha ichingizda takrorlab tursangiz, adashib ketib qolmaysiz va tez-tez tekshirib turing. 8nimi? 8ni bo'yayapman, 10ni? 10ni bo'yayapman deb tekshiringlar. Bittasida yanglishib ketib qolsangiz, hammasi xato ketib qoladi. Shuning uchun ora-orada tez-tez tekshirib, qaysidir birini xato bo'yab qo'ygan bo'lsangiz, ustida suzun tepida oq ruchkada oq tortib qo'ysangiz va to'g'risini belgilayverasiz. Mana bu oqni belgilanmagan deb ko'radi kompyuter. Keyin, misol uchun 44gacha yechib to'xtatgan bo'lsangiz, 44gacha bo'yab va u yoqda javoblaringizni sanab birdan nechta, ikkidan nechta belgilagansiz, uchdan nechta, to'rtdan nechta, hammasini sanab chiqib, siz yechgan joygacha qaysi javob kam chiqsa, u yog'iga bir xilda shu kam chiqqanini belgilab qo'yganingiz maqsadga muvofiq. Chunki topik imtihonida 1, 2, 3, 4 javoblar hammasi bir-biriga teng bo'ladi. Ikkitasi 12tadan, ikkitasi 13tadan chiqadi. Ba'zan kamdan kam holatlarda a, hammasi 12tadan bo'lib, bittasi 14ta bo'lib qoladi. Yani holatlar uchraydi, lekin kamida 12ta bor. Misol uchun sizdan 3dan yoki 4dan 8ta, 9ta chiqadigan bo'lsa, demak u yog'ida siz yetishga ulgurmagan joyingizda kamida 4ta yoki 5ta shu raqam chiqadi. Ya'ni siz belgilaganlar ichida eng kami u yog'ida ko'p chiqish ehtimoli yuqori deganidir. Siddiqiy Tabanjis bilan ishlash bo'yicha savollaring bormi? Ustoz, menda savol bor edi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shu Suxumpyodagi anaqa nomerlar hozir qarasam 12tada. Uzr, birinchi marta imtihon topshirishim. Menda lekin Suxumpyoda 13ta nomer turibdi-da. 8dan oldin keladigan
nomerlar ko'p. Ham oxirgi nomeri ham 0 bilan tugaydi. U juft songa kiradimi, to'qsonga kiradimi? Yo'q, bu siz mana bu savollar varaqasi juft yoki toq degani raqamingizga qarab aniqlanmaydi uni. Belgilab qo'yilgan bo'ladi o'zi sizni imtihon varaqangizga juft yoki toq deb yoki o'sha yerga borgan paytingizda o'zi partangizga yozib qo'yilgan bo'ladi siz o'tiradigan partada. Keyin sizda 13 ta bo'ladigan bo'lsa buni a, shu yerdagi nazoratchidan so'raysiz qaysi biri yozilmasligini. Mhm. Keyin Haqiqiy. mana shu muammo O'zbekistonda doimiy bo'layapti negadir va a, ertaga natija chiqqani tekshirayotgan paytda ham 12 ta yozilishi kerak. 13 ta yozsangiz bunaqa a, imtihon topshiruvchi yo'q deb chiqadi. Aynan qaysi raqamni komdokkan olib tashlaganini bilishingiz kerak. Eslab qoling. Ertaga tekshirayotgan paytda ham shu yerga yozgan raqamingiz bo'yicha tekshiriladi. Yana kimda qanday savol bor? Savollarimiz bo'lmasa davom etamiz. Eng oxirgi titkiy savoli 49 va 50 o'qib eshittirib bo'linganidan so'ng titkini javoblar varaqasini yig'ishtirib olib ketadi. Siz SIGI imtihonini bajarishga o'tasiz. Odatda e, doim bir ish qilaman imtihon kirgan paytda. Boshida imtihon boshlanishidan avval titkiy va SIGI savollar varaqasi tarqatilgan paytda savollar varaqasini nazoratchi ko'rmay turgan paytida teskari qilib qo'yaman. Old taraf bilan emas, ortki taraf bilan qo'yib qo'ygan paytimda eng oxirgi sahifasida bo'lgan 53 va 54 ko'rinib turadi. Hech bo'lmasa 54 mavzusini ko'rib olamanda, ha, bu safar dalda va qo'llov boshqalarni dalda va qo'llov berish mavzusi ekanda deb shu haqida o'ylab turaman. Va 54 ga yozayotgan paytimda nimalarni yozsam bo'ladi deb oldindan tayyorgarlik ko'rib turaman. Lekin bir marta ogohlantirish oladigan bo'lsangiz ochmang. Keyingisiga chiqarib yuborishlari mumkin. Tavsiya qilmayman, lekin doim shunday qilib kelaman o'zim. Hattoki tugashi bilan xotirjam bo'lib qolmang. E'tibor bersangiz atrofingizda hamma o'zi SIGIni yozishni boshlagan bo'ladi. Alohida SIGI imtihoni boshlandi deb sizga aytishmaydi hech kim. Darhol o'zi SIGI boshlanib ketgan bo'ladi. Shuning uchun darhol javoblar varaqasini o'ng burchakka qo'yib SIGIni yozishga kirishaverasiz. Bu yerda ham javoblar varaqasiga koreyscha familiya, ism, otamizning ismi va inglizcha ism, familiya, otamizning ismi. Buni hali imtihon boshlanishidan oldin yozib tayyor qilib qo'yiladi o'zi aslida. Imtihon boshlanishdan avval tayyor qilib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Darhol javob yozaverasiz shunda. Suxom Pononi ham biroz avval tushuntirgandek bittalab yozib bo'yab chiqamiz. Juft va toqligini ham bularni oldindan tayyorlab qo'ygan bo'lasiz. Faqat 51 javobida darslar jarayonida e'tibor bergan bo'lsangiz, bir nechta javob variantlarini ko'rdik. Buni yozganingizda ham 5 olardingiz. Buni yozganingizda ham 5 olardingiz deb o'rgatamiz. Lekin haqiqiy imtihonda faqat bittasini yozishingiz kerak. Savollar varaqasiga turli xil javob variantlarini o'ylab, taxmin qilib, u yerga rasm chizsangiz ham bo'ladi. Hech kim hech narsa demaydi, lekin javob varaqasiga faqatgina taxminlaringizni ichida eng yuqori ball olaman degan javobingizni bittasini yozasiz. K ga bitta, N ga bitta. 52 da ham K ga bitta, N ga bitta javob yozasiz. Va oxiriga nuqta yoki so'roq belgilari bo'ladigan bo'lsa, qausdan keyin bularni ko'chirib olib o'tmang. Biz faqat qausni ichiga kirib boradigan jumlanigina yozamiz. So'roq bilan nuqta qausdan tashqarida. Aslida mana bunaqa bo'sh joylar tushib qolgandan so'ng u yerga jumla yoziladigan bo'lsa, qaus olib tashlanadi. Va siz yozgan so'rog'ingiz bilan undan qausdan tashqaridagi so'roq ikkita bo'lib qoladi. Shuning uchun siz faqatgina qausni ichiga kirib boradigan jumlanigina bu yerga yozasiz. Tinish belgilari nuqta yoki so'roq bo'lsa, buni ko'chirmaysiz. 53siga keladigan bo'lsak, eng boshida abzas uchun bitta katak tashlab, ikkinchi katakdan boshlab muammo esa
ممایه دقیقا چوسر شilshi hayotda cho'sak ko'lga etarmiyon deb yozib ketaverasiz va ikkinchi grafikga o'tayotganda yoki voninga o'tayotgan paytingizda a, alohida abzas tashlab o'tirishingizni hojati yo'q. So'nggi paytlarda o'zi ko'p ma'lumot beryapti. Uni 300 taga sig'dirish ko'proq qiyin bo'lyapti. Shuning uchun abzas tashlamasdan bir-biriga ulab, bog'lab ketaverasiz. O'tgan vaqt davomida maksimal darajada so'nggi paytlarda imtihonga tushayotgan sigiylar, shakllar bo'yicha dars berib keldik. Xudo xohlasa, misol uchun 98da deyarli biz o'rgangan shaklni maksimal yaqini tushdi, lekin 97da biz o'rganmagan shakl tushib qoldi. Odatda 2 yilda bir marta, 1 yilda bir marta mana shunaqa o'ta nostandart, hadegani tushavermaydigan bir bo'lib turadi. 97 yaqinda bo'ldi, menimcha bunaqa holat yaqin orada takrorlanmasa kerak-ku, lekin to'satdan ikkita grafika emas, bitta grafika chiqib, voning o'zgarishni, mana shunaqa o'zgarishni omili va kelajak haqida gap ketayotgan bo'lsa, ko'rib, dovdirab shoshib qolmangda. Ongli mavjudotmiz, ko'rib, ha, bitta grafika ekan, keyin warningni yozganimizdan so'ng kelajakda qilinishi kerak bo'lgan ishlarni yozishim kerak ekan deb, endi kelajak tushadigan bo'lsa, apro momonione iroki heya handa heya hal kosro poyinda deb qilinishi kerak bo'lgan ishlarni mazmundan kelib chiqib yozaverasiz. Xudo xohlasa maksimal darajada turli xil shakllarda mashg'ulot olib bordik. Mabodo deyman, ehtimol past bo'lsa-da bo'lishi mumkin. Ana shunaqa paytda dovdirab qolmasdan vaziyatdan kelib chiqib yozishingiz kerak. Biz o'qituvchimiz, biz tushish ehtimoli bo'lgan shakllarni oldindan shular tushishi mumkin deb o'qitamiz, lekin hech kim mana bu tushadi deb kafolat bera olmaydi. O'quvchilardan birlari shunaqa savol berishgan, ustoz, bularni o'rgatyapsiz-u. Aynan dumaloq shaklli grafika o'tgan darsimizda savol berganida, buni tushishini qayerdan bilasiz deb savol bergan. Ha, biz buni bilmaymiz. Biz faqat taxmin qilamiz va maksimal darajasini turli xil holat va shakllarga tayyorlab borishga harakat qilamiz. Va qizig'i, aynan shu bola bergan savolidagi yumaloq shaklli grafika tushgan o'sha imtihonda. mm, O'ziga hech narsa demaganman-u, men esimda qolib ketgan, chunki bunaqa nostandart, g'alati savollar odamni esida yaxshi qoladi. Mm, Mayli, unday insonlarni eslamaymiz-u, lekin mana shunaqa baribir hech kimsa 100% biz oldindan bilmaymiz-ku nima tushishini. Va qolaversa, biz darslarimizda o'tgani bir xili ham tushmaydi. Cho'sa kiyvani o'zgaradi, chujesi o'zgaradi, grafikalar nomi o'zgaradi. Biz o'sishni o'rgatgan bo'lsak, kimsida tushish miqdorini kamayganlik haqida tushishi mumkin. Biz shunchaki qolipni o'rgatamiz. U yerga qanday masalliq kelishini bilmaymiz. Uni esa siz o'sha joydagi vaziyatdan kelib chiqib yozishingiz kerak. Ana shuning uchun siz imtihon topshiruvchisiz. Va Biroz kechirasiz. savolga vaqt beraman alohida. Xo'p, Hop, yozib borar ekanmiz, bir-biriga qo'shib yozamiz deb aytib o'tdimi? Va birinchi grafikani yozib bo'lganingizdan so'ng bir qarab oling. Qancha joy qoldi, qancha ma'lumot qoldi. Agar joy ko'p qolgan bo'lsa, ma'lumot oz qolgan bo'lsa, iloji boricha bezatib, har bitta narsani bitta alohida gap qilib, ko'paytiribroq, bo'rttiribroq, bizning nima deyiladi? Sal olib qochibroq, ko'paytiribroq yozishga intilishingiz kerak. Lekin aksincha, ikkita grafikani yozganingizdan keyin qarasangiz, voninga ozroq joy qoldi. Ana shunaqa paytda irohan hayvonini yorakachiga itta deb o'tirmasdan, irohan hayvonini mommo xalp mananira deb voninlarni ham ikkita bo'lsa ham alohida ikkita gap qilib o'tirmasdan, hammasini bitta gap qilib iloji boricha qisqartirib yozishga intiling. Oxiriga kelib qolganda, iya, joy yetmay qoldi-ku demang. Har bitta grafikani yozib bo'lganingizdan so'ng, ana shu joyni o'zida xulosa qilib keting. Va odatda 53 siga yozib borar ekanman, shaxsan o'zim imtihon jarayonida umumiy ko'rib chiqib olaman. Ma'lumotlarning kam yoki ko'pligiga qarayman, xolos. Bittalab hammasini ko'rib chiqmayman-da, kam ekan, ko'p ekan deb xulosa kelib olganimdan so'ng faqat birinchi grafikaga qarayman. Va ichimda
Bir marta ovozli ichimda bir marta yozib o'taman. Mommo esa mommo ete qancha o'salishi hayotda cho'sak yo'lga vatarimion mommonin mommon yone mommo esa mommoro mommona chinga hangosro natanatta mommona kamso hangosro natanata deb ichimda bir marta yozib olaman, keyin tabanchaga yozishga kirishaman. Keyin ikkinchi grafikani ichimda bir marta yozib olaman, tabanchaga yozaman. 30 soniya vaqt ketadi, lekin o'chir, yoz, o'chir, yozga sarflagan vaqtimni tejayman shu orqali. Va voninga o'tayotgan paytda ham voninni ham bir marta ichimda o'ylab, yozib olib, xayolan yozib olib, keyin tabanchaga yozishga kirishaman. Shunaqa. Xo'p, endi illustratsiyaga keladigan bo'lsak, kechagi darsimizda ham aytib o'tganim kabi 3 marta abzas tashlaymiz, ba'zilar 5 marta tashlaydiganlar ham bor ekan. 83-chi toplik imtihondan boshlab yozilish strukturasi o'zgardi. Faqat savoldan savolga o'tayotgan paytda abzas tashlaymiz. Tajribali o'quvchilarga 600 ta 700 taning o'rtasida yoza oladigan o'quvchilarga nisbatan aytyapman. Iloji boricha birinchi savolni kirish ham borligini hisobga olib 250 tadan oshib ketmasligi kerak. Ikkinchi savolda faqat savolni o'ziga javob yozganligimiz uchun a, buni faqat 200 ta yozish yetarli. Shunda uchinchi savolga xulosa bilan birgalikda uchinchi savolga 250 ta qoladi. Va yozar ekanmiz boshida sekin tanishtiruvchi kirish gap sifatida yozib, va keyin darhol ikkinchi yoki uchinchi gapdan boshlab savolga o'tishingiz kerak. Kirish qismi juda cho'zilib ketmasin. Keyin ikkinchi savolga o'tayotgan paytimizda kechagi darsda ham urg'u berdim. Bog'lovchi qo'yish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Ha, uchta savolda boshqa narsa yozamiz. Shuning uchun abzas tashlayapmiz. Lekin bu uchta savol ham bitta mavzuga aloqador bo'ladi baribir. Faqat bitta mavzuni turli xil jihatlari haqida yozayotganimiz uchun abzas tashlaymiz xolos. Birinchi savoldan ikkinchi savolga o'tayotgan paytda bizga bog'lovchi kerak. Ikkinchi savoldan uchinchi savolga o'tayotgan paytingizda ham bog'lovchi qo'yasiz. Ko'pincha uchinchi savol yechimlar topish bo'lganligi uchun kreso yuqorida muammolari bor, salbiy jihatlari bor deb yozgan bo'lsangiz, kreso mana shunaqa salbiy jihatlari borligi kreso sababli. Taraso shu sababdan, ya'ni Taras va kresolar avvalgi muammolardan xulosa chiqarib bu ishlarni qilishimiz kerak degan ma'noda yozilgan iboralar bo'ladi. Endi ikkinchi grafikaga qanday bog'lovchi tushishini bilmayman oldindan, chunki birinchi savol bilan ikkinchi savolni o'rtasidagi munosabatga qarab kerakli bog'lovchi tanlashingiz kerak. Misol uchun, birinchi savolda bir narsani ijobiy jihat yoritilgan bo'lsa-yu, ikkinchi savolda salbiy jihat so'ralgan bo'lsa, mana falonchi narsani mana bunaqa ijobiy jihatlari bor deb yozgan bo'lsangiz boshida, ikkinchisida hajiman 부정적인 면도 있다. salbiy jihatlari ham bor deb hajiman kabi bog'lovchi qo'ysa bo'ladi. Keyin, agar vaqtingiz oz qolgan bo'lsa, qancha vaqt qolishidan qat'iy nazar, ana shu vaqtni 3 ta savolga teng taqsimlashingiz kerak. Deylik, 15 daqiqa vaqt qoldi. Ana shuni 3 ta savolga, deylik, 15 ni katta qilib bu tarafga yozaylik. 15 daqiqa vaqtingiz qolsa, 3 ta savolga har biriga 5 daqiqadan ajrating. Ana shu 5 dan oshib ketmasin. Ha, oz bo'lib qoladi, lekin muhimi 3 ta savolga javob berishingizdir. Buni kechagi darsda sababini tushuntirib bermabman. Odam sababsiz gapiriladigan bo'lsa, har qanaqa tavsiyani qabul qilish qiyin kechadi. Sababi shundaki, biz L4 maksimal 50 ballgacha olamiz. Ana shu 50 ball 3 ta savolga teng taqsimlab beriladi. Birinchi savolga, misol uchun 17 ball, 16 ball. Ikkinchi savolga, misol uchun birinchisiga 17 ball, ikkinchisiga 16, uchinchisiga yana 17 ball beriladi. Kirish va xulosani ham hisobga olaylik, mayli. Lekin siz faqat bor vaqtingizni bitta savolga sarflab qo'ygan bo'lsangiz, siz endi 50 ball uchun kurashmaysiz. Siz 17 ball uchun kurashgan bo'lasiz. 17 ballni qanchadir parchasini olasiz. Shuning uchun qancha vaqt qolsa ham, baribir bilaman 50 ball ola olmasligingiz mumkin, lekin siz 50 ball uchun kurashish ma'nosida 3 ta savol yozishingiz kerak. Hattoki 3 daqiqa vaqtingiz qolgan bo'lsa ham, har bir savolga bittadan gap yozing. Faqat endi
uch dona gap yozyapsiz, alohida abzas tashlash shart emas endi. Bitta abzas bilan yozib qo'yaverasiz. Har biriga bittadan narsa, bitta-bittadan gap yozib, mana bunaqa salbiy jihati bor. Biroq mana bunaqa ijobiy jihatlari ham bor. Bu narsani yanada takomillashtirish uchun mana bunday qilish kerak. Uchta gapga ham ball olasiz. Muhimi nimanidir qoraytirib chiqishga harakat qiling. Va ba'zi o'quvchilarda bo'ladi. Birinchi qaysi biridan boshlay deb. Yaxshisi imtihon berilgan ketma-ketlikda qilganingiz yaxshi. 51, 52, 53, 54 ketma-ketligida. 54ni zo'r yozdingiz, lekin mana bularga vaqt yetmay qolsa-chi ertaga. Shuning uchun naqddan eng osonidan boshlab ketganingiz maqsadga muvofiq. Xo'p, endi savollar bo'lsa eshitaman. Kechirasiz ustoz, hozir inglizcha ismim ham to'liq sig'may qolsa muammo bo'lmaydi. Biroz avval aytib o'tganimdek, bu yerdagi koreyscha va inglizcha ismlaringiz shunchaki rasmiyatchilik. Xunik yozdingiz, chiroyli yozdingiz, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Muhimi Suxom Onov. Mana shu raqamingizni ostida o'zi sizni dona-dona qilib yozilgan, kompyuterda yozilgan ism, familiyangiz, tug'ilgan yil, oy, kuningiz hammasi bo'ladi. Assalomu Assalomu alaykum alaykum ustoz. ustoz. Va alaykum assalom. Muhammad Aziz, eshitamiz. Man savolim bitta. Birinchisi ustoz, mana bu ha, siz aytdingiz-ku orqasini bunday o'girib olaman deb. Ha. Shuni o'girib olganimizda endi ochilmasa bo'ldi-yu, to'g'rimi? Mana bunday haligi nimaga tutsa bo'larmikan? Bunday haligi quyoshga, sal quyosh tipan mana bu fonarga, svetga. Hmm. Ochilmasa bo'ldi-yu, sharti shunaqa-ya, to'g'rimi ustoz? Endi bemalol yoroq tushirib tursangiz, u ko'rinadi. Nazoratchi sezadi uni darhol. Shuning uchun ichini ochish taqiqlangan, teskari qilmang degan. Asli oldi bilan shunday tursin, yozgandan keyin teginma deydi. Lekin teskari qilib qo'yib, ko'rib olib yana qayta to'g'irlab qo'yaman odatda. O'tgan imtihonni bir marta ochishga ham imkoniyat bo'ldi, ortiga qarab qaytayotgan paytida. Faqat shunday ochdim, bir marta ongimga rasmga olib oldim va shu ongimdagi suratdan o'qiyverdim. Bilmadim, menda shunaqa narsa bor. Odatda yoshligimda biror bir darsga tayyorgarlik ko'rib borsam ham kitobni sahifasi ko'z oldimda turar edi. Xuddi shu ko'z oldimdagi kitob tasviridan o'qib berayotgandek bo'lardim. A, Shunaqa bir ikki marta ochib ko'rib olsangiz bo'ladi, lekin bir marta ogohlantirish olsangiz ortiqcha harakat qilmaganingiz yaxshi. Keyingi savolingiz? Mana bu 51, 52, 53, mana bu 54 ga o'tgunimcha 51 bilan 52da ko'p haligi o'ralashib qolib ketamanda o'shanga. Birinchi chashinim boridan 53dan boshlab, keyin 54 qilib turib 51, 52ga qaytsam bo'ladimi yo risk qilib qo'yamanmi, bor balini berib qo'yamanmi deb shuni so'ramoqchi. Hmm. Odatda ikkilanish, o'ylanish aksincha ko'proq vaqtingizni oladi. Ha, 51, 52 haqida ko'p o'ylasangiz, vaqtingiz ketib qolishi mumkin. Bo'lishi mumkin, chunki oson yoki qiyin tushadi bilmaymiz oldindan. Lekin agar siz qaysi biridan boshlanishingizni aniq bilmasangiz, rostdan ham a, ko'p vaqt yo'qotasiz, ikkilanaverib. Shuning uchun eng yaxshisi 51, 52, 53, 54 ketma-ketida yondashganingiz yaxshi Hmm. deb o'ylayman. Endi tanlovni siz qilasiz. Turli xil variantlarni qo'llab ko'ring. Bu shunchaki men gapirar ekanman, o'zimga asqotgan narsalarni aytaman. Bunaqa narsalarda aniq, misol uchun 2 karra 2 4 degan narsa o'zgarmaydi. Bu shaxsiy fikrga qarab insonning fikri javoblar o'zgarmaydi bu testda. Lekin mana bunaqa narsalarda insonning yondashuvini o'zi tanlaydi, o'qituvchi esa faqat tavsiya bera oladi. Keyingisi mana bu hozir darsda ozgina nima chiqmay qoldi ular internet. Mana bu o'sha bir savol, shunaqa savollar ham berib turadigan bo'ladi dedi. Shuni eshitmay qoldim-da ustoz, qanaqa nimalar. Mhm. Shu o'tayotgan grafika shaklingiz imtihonda tushishini qayerdan bilasiz deb savol berishgan. Ha, tushunarli. Har xil insonlar bilan ko'rishasiz. O'qituvchi bo'lsangiz. Ilyosbek, savolingizni eshitamiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Alaykum. Uh,
Men topik 2 imtihoniga birinchi marta kirishimda, Xudo xohlasa ertaga. Mhm. Mana bu 53 sigida e, misol uchun bitta so'z tugadi, ikkinchi so'zga o'tishimiz uchun orada bitta katak tashlab o'tishimiz kerak, to'g'rimi? Shunday so'zlar oralig'ida bo'sh joy bo'lishi kerak bitta. Endi mana misol uchun mana shu birinchi qatorda eng oxirgi katagiga kelib so'z tugadi. Bitta so'zimiz tugadida endi e, ikkinchi so'zni boshlashim uchun pastdan boshlayman-ku. O'shanda Hmm. ham bitta katak tashlashim kerakmi yoki pastdagi o'sha birinchi katakdan yozib ketaverishim kerakmi? Mhm. Juda o'rinli savol bo'ldi. Bevosita tabanchiga yozar ekanmiz. Qatorni oxiri qanday tugashidan qat'iy nazar, yangi qatorni birinchi kadagidan yoziladi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Faqat oxirida ikkita tashlanmaydi. Misol uchun, mana bu yerda nimadir deb yozdingizda, Mhm. deylik, mana shu yerga falonchi pop deb yozildi. Xayolimga kelgan so'zni yozyapman shunchaki. Ammo pop deb yozdingizda, keyingi so'zni yozishingiz kerak. Hm? Ana Mhm. shu paytda hozir bu yerga so'zim sig'maydi, yangi qatorga o'tib ketmasligingiz kerak. Faqat bitta katak tashlab, birinchi bo'g'inini, misol uchun, mokta deb yoziladigan bo'lsa, a, mok bu yerga ta bu yer yozilishi kerak birinchi o'rinda. Ba'zilar oddiy narsadek ko'rinishi mumkin, ba'zilar shu yerda ikkita katak tashlab ketadiganlar ham bo'ladi-da. Shuni avval aytmoqchiman va mana bu yerda mok bilan tugadimi? So'zimiz shunchaki bu yerda tugaganmidi? Ikkinchi yangi qator doim birinchisidan yoziladi. Faqat eng boshdagi abzats mustasno xolos. Va qolaversa tinish belgilari ham yangi qatorga ko'chirib olib o'tilmaydi. Misol uchun gapingiz mana bu yerda mokta bo'lib tugadi. Ha? Nuqta yangi qatorga ko'chirib olib o'tilmaydi. Mana shu yerga tiqishtirib yoziladi. Aslida yangi qator yoniga yozilishi kerak edi, o'rtada kelgan bo'lganida. Lekin oxirida kelsa, nuqta, virgul, tinish belgilari shu yerga yoziladi. Endi chundexyom deb yozilayotgan paytdagi nuqta bo'lsa-ku ko'chib o'tadi u, chunki misol uchun chung, o'rtacha va tehyon yirik shakldagi vani ma'nosini beruvchi nuqta ko'chib o'tadi yangi qatorga. Lekin mana bunaqa nuqta yoki vergul kabi tinish belgilari shu yerda ta'ni yonida qoladi. Mana bu alohida va degan ma'noni beradigan nuqta. Shuning uchun bu doim bitta alohida katakda yoziladi, lekin miqdorlar yozilayotgan paytda, misol uchun 8,5 yozilayotgan bo'lsa, butun belgisi avvalidagi raqam yoniga qo'shib yozasiz. Agar avvalidagi raqam ikkitalik bo'lsa-chi, 18 bo'lganidachi, nuqta keyingi raqamga yoniga olib o'tib yoziladi. Juda yaxshi savol. Yana kimda qanday savollar bor? Yana bitta savol bersam bo'ladimi, ustoz? Mhm. E, Endi mana shunaqa bir qo'pol xato qilib qo'yadigan bo'lsa edi, masalan o'sha bitta katak tashlamasdan yoki ikkita katak tashlab yozib ketadigan bo'lsak, bunda baholash mezoni qanaqa bo'ladi? Jarima balo olasiz. Lekin aniq qancha jarima balo olishingizni bilmayman men ham. Rahmat ustoz. Ko'prik markazida umumiy qoidalar bor. Mana bunda yozish kerak degan qoidalar bor, lekin aynan har biriga qanchadan jarima balo olinishi yo'q. Odatda menimcha ikkita imloviy xatoga bitta minus ball olsangiz kerak deb o'ylayman. Chunki har bitta imloviy xatoga bir balldan olib tashlansa, 30 ball tugab qoladi-da bir pasda. Qanchadir ball berish kerak-ku baribir yozgan, harakat qilgan odamga. Shuning uchun menimcha ikkita imloviy xatolar bir ballga olib borsa kerak degan gumonim bor. Taxmin. Mayli, rahmat ustoz. Mhm. O'zbek tili va ingliz tili qanaqa bilmadim. O'zbek tili va koreys tilida ajoyib paradokslar bor. A, Ba'zan, misol uchun, bizda ham degan grammatika bor. Men ham degan ma'noda menni alohida yozib, biza qo'shib men deymizda bo'sh joy tashlab ham yoziladi odatda. Qoidasi bo'yicha bilishimcha. O'zbek tilida ham aniq qoidalarni bilmayman. A, Ajratib yoziladi o'zbek tilida, lekin koreys tilida chodu
deb qo'shib yoziladi. Hm? Yoki olma yoki nok deganda yoki alohida mustaqil so'z sifatida yozamiz, ha? Lekin koreys tilida u grammatika hisoblanadi va grammatika doim qo'shib yoziladi. U yoki bu degan ma'noda. Misol uchun, mokkona moktaga qo'shadigan bo'lsak, mokkona grammatikasi qo'shib yoziladi. Yodingizdan chiqmasin, koreys tilida so'z va grammatika qo'shib yoziladi. Endi also ittada sal boshqacharoq. Also itta grammatikasi, masalan, so'zga qo'shib il bo'sh joy, suv bo'sh joy itta shaklida yoziladi. Chunki bu grammatikaning kelib chiqish tarixi mustaqil uchta grammatika birlashib ketgan. To'g'rirog'i, il grammatikasiga suv, ot, itta sifat qo'shiladi. Mana suv qangpopni ma'nosini beradi. Imkoniyatni ma'nosini beradi. Mana bu Xanchaodagi so'z bitta ot. Nanin hal suv. Man qilish suv, imkoniyat. Il kelasi zamon grammatikasi o'zi aslida nanin hop Hangugoril ilgilchul ilgilsu issayo. Men koreysni o'qiy olamanda ilgil kelasi zamonda o'qishlik harakati. Su imkoniyati. Itta bor, otda yo'q. Qarang, il kelasi zamon grammatikasi suv, ot, itta sifat qo'shilayapti bu yerda. Shuning uchun bular alohida yoziladi. Aslida misol uchun AOPOda grammatikamizda ham, misol uchun AOS grammatikasi bilan poda fe'l qo'shilgan u grammatikaning kelib chiqish tarixida. Shuning uchun bular boshqa-boshqa narsa deb ajratib yoziladi. AO chudada ham. AO grammatika chuda, ya'ni to'g'rirog'i yo'ng'o deyiladi, bizda kesim deyiladi ko'proq. Ya'ni sifat va fe'llar umumlashtirilib, yo'ng'o deyiladi, koreys tilida yo'g'on deyiladi. Ana shu narsaga ao bilan qo'shiladi ko'p grammatikalar, ba'zilar n bilan. Endi ular zamonni ifodalaydi. Nin, il kabilar. Ana shunaqa grammatika va so'z birikib yasalgan grammatikalar ajratib yoziladi. Mana bu kona yaxlit bitta grammatika. Oldida keladigan so'zga qo'shib yoziladi. Ana shu narsa esimdan chiqmasin. Bugun bir o'quvchimiz xato qilgan edilar. O'ylab qarasam, rostdan ham o'zbek tilida alohida yoziladi-da yoki grammatikasi. Va tabiiy qabul qildim xatolarini o'zbek bo'lganim uchun, lekin koreyslar nega deydi. O'zimni ustozimdan so'rab ko'rdim. Ustoz, mana bu illyusiya yozayotgan paytda nega ESO ro deb yozamiz, o'rtadagi farqi qo'shish mumkin emas deb so'radim. So'rasam, nega qo'shilishi kerak deb ustoz menga savol berdi. Nega qo'shasan? Bu o'zi kada, oda shaklida keladi-ku. Ga bormoq, ga kelmoq yoki vaqt otlarga qo'shilib, mana shu vaqtda degan ma'noni beradi-ku. Nega o'zi qo'shishim kerak deb menga aks savol berdi ustoz. Tushunyapsizlarmi? Koreyslar nega o'rtadagi farqi qo'shayotganingizni mutlaqo tushunishmaydi. Men o'zbek bo'lganim uchun oralardagi farqni ga ma'nosida qo'shyapsizlar deb tushunaman. Ga bormoq, ga kelmoq grammatikasi u. Ga deb tarjima qilayotgan paytingizdagi Shuning uchun men tushunaman, lekin koreyslar tushunishmaydi sizlarning xatolaringlarni. Ularga aksincha uni yozilishi g'alati ko'rinadi. Shunaqa. Eshitaman, Soqjon, savolingizni. Ustoz, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shu paytgacha nima nuqta va vergulni gap tugagandan keyin o'sha gap tugagan oxirgi katakka qo'shib yozayotgandanda, o'tgan safar darsda adashmasam alohida yozish kerak vergulni, alohida katak degandingiz. Shu narsaga aniqlik kiritib keta olasizmi, ustoz? Mana bu yerda nima deb tushuntirganim esingizdami? Oxirida sig'may qolsa dedim. To'g'rimi? Soqjon. Nuqta sig'may qolsanmi shunda? Sig'may oxiriga yozyapman, e'tibor bering. Ha.
tushuntirayotgan paytda ham nuqta keyingi qatoriga ko'chirib olib o'tilmaydi dedim-a. Hmm. Lekin o'rtada kelgan paytida standart shaklda ta'dan keyin kadak yozasiz nuqtani. Bu faqat oxirgi kadakka tegishli gap edi. O'sha joyda oxirgi kadakdan u yoqqa yangi so'z o'tadigan bo'lsa o'rtaga bo'shab tashlaymiz degan savoldan kelib chiqib o'sha paytda tushuntirgan edim. Tinish belgisi faqat yangi qatorga ko'chib o'tmaydi xolos, lekin gapni o'rtasiga kelsa mustaqil bitta kadakka yozasiz o'rtadagi. Bo'ldi, rahmat ustoz. Yana kimda qanday savollar bor? Ochig'i, sizlar mendan ko'ra yaxshiroq imkoniyatda, yaxshiroq sharoitda koreys tili yoki turkiy tayyorgarlik ko'ryapsizlar deb o'ylayman. Chunki misol uchun koreys ustozlarimizdan dars olayotgan paytimizda ular biz qilgan xatoni sababini tushunishmaydi. Nega o'zbeklar bunaqa xato qilaverishadi? Degan narsani yaxshi tushunishavermaydi. Nega? Ular yoshliklaridan koreys tilida katta bo'lishgan, ularga tabiiy narsalar. Bizga esa aksincha, bizni xatolarimiz ularga erish g'alati tuyuladi. Har bir ona kon deyiladi. Har bir tildan foydalaniladigan mintaqani o'ziga o'xshash xatoliklari bo'ladi. Meni diplom ishimning asosiy mavzusi ham shu. O'zbek.com bo'ladi. Shu o'zbek tilidan foydalanuvchi haksipchalar ilm grammatikasidan noto'g'ri foydalanishlarini kelib chiqish asoslari va to'g'ri ta'lim yo'nalishi degan mavzuda diplom ish yozyapman. Va aynan shu o'zbekistonlik talabalar yo'l qo'yadigan grammatik xatolar va bularni kelib chiqish sabablariga doir juda ko'p diplom ishlarini o'qib chiqdim. Hammasi mana shunaqa eng eng asosda bitta gap yotadi, bitta narsa yotadi. Faqat tarjimasi bilan yodlaysizlar grammatikalarni. So'zniki mayli, so'zni tarjimasi bilan yodlanadi, bu tabiiy holat, lekin grammatikani tarjimasi bilan yodlab bo'lmaydi. Uni qoidasi bilan yodlanadi. Va ro degan grammatikaning 16 xili bor. 16 xil ro grammatikasi bor. Hammasi bir xil yozilgani bilan o'zbek tiliga har xil tarjima qilinadi. Har xil usulda qo'llaniladi. Otga qo'shiladigani bor, fe'lga qo'shiladigani bor. Shuning uchun keyinchalik ham koreys tilida davom etar ekansizlar, grammatikaning tarjimasi bilan emas, qoidasi bilan yodlashga harakat qilinglar. Qoidasi o'zgarmaydi. Tarjimasi vaziyatga qarab har xil tarjima qilinishi mumkin. Misol uchun, timsanil kada, toqqa chiqishni bormoq deb tarjima qilinadi, lekin qoidasi o'zgarmaydi. Nima? Fe'lni ta'sir tushayotgan obyektni ko'rsatadi. Kada ish harakati qaysi otga nisbatan bo'lyapti? Tinsan, toqqa chiqish harakatiga nisbatan bo'lyapti. Shuning uchun ilril qo'shiladi u yerda. Qoida hech qachon o'zgarmaydi, lekin ilrilni 5-6 xil tarjimasi bor o'zbek tiliga. Chingoril mannada, do'stim bilan uchrashdim. Tinsanil kada, toqqa chiqishga bormoq, ga deb tarjima qilinyapti. Mana shunaqa joyiga, vaziyatiga qarab har xil tarjima berishi mumkin ilril grammatikasi, lekin bir narsa o'zgarmaydi. Qoidasi. Fe'lni ta'siri tushayotgan obyektni ko'rsatadi. Qabl moqta. Moqta nimaga nisbatan? Qablga nisbatan to'ldiruvchi vazifasini bajaradi. Kim moqta qildi? Nani? Gapni egasi men. Ana shuning uchun ayniqsa ilkidagi grammatikalarni ham xato tahlil qilayotgan paytda ko'pincha tarjimasi bilan qilasizlar, qabul qilmayman. Shaxsan men qabul qilmayman. Tarjimasi bilan qilsanglar, qoidasi bilan nega har bitta grammatika to'g'ri kelmasini tushuntirib bering deb so'rayman va sizlarga ilki 1, 2, 3, 4 grammatika tashlab berganda ham qoidasi bilan tashlab, keyin oxirida tarjimasi yozilgan qo'shimcha ma'lumot bo'lsin deb, lekin asosiysi qoida. Ana shu narsa o'zgarmaydi. Hop. Titkiy imtihon bilan SIGI imtihoni bir-biriga ulanib ketadi. Titkiy tugashi bilan javoblar varaqasi olib ketilib, SIGI boshlanadi va SIGI 50 daqiqa davom etadi.
Va mana shu 50 daqiqadan unumli foydalanishga harakat qilinglar. Keyin orada tanaffus bo'ladi. 30 daqiqalik tanaffus bo'ladi. Ana shuni 20 daqiqasi ko'chada tashqariga chiqishga imkoniyatingiz bo'ladi va so'nggi 10 daqiqasida imtihon joyingizga qaytib, keyingi ilk imtihonga tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Koreyscha ism familiya, inglizcha ism familiya, so'xon panoyingizni yozasiz va bo'yab chiqasiz. Tog' yoki juftlikka qarab bo'yaysiz. Qolgani komdokwanni ishi, tayyor turasizlar imtihonga. Keyin imtihon boshlangan paytda a, bittami bitta ilkini bo'yab ketib, umumiy 70 daqiqa vaqt bersa ilkiga, mana shu 70 daqiqani 65 daqiqasini a, koreys tili bazangiz, darajangiz, tezligingiz yetgan joygacha bajarib qolgan 5 daqiqada, misol uchun deylik, 40 gacha bajarib keldingiz, 10 tasiga vaqtingiz yetmadi, 65 daqiqa bo'lib qoldi. Imtihon tugashi 5 daqiqa qoldi deb ogohlantirdi. Ulgurgan joyingizgacha javoblarni sanab, qaysi biri eng kam chiqsa, bir xilda shuni bo'yab qo'yavering. Chunki siz yechgan joygacha kam chiqqan javob u yoqda ko'p deganidir. Ba'zi o'quvchilarda 5 tasiga 1, 5 tasiga 2 yoki 5 tasiga 3, 5 tasiga 4 belgilaydiganlar bo'lib turadi. Lekin aynan shunaqa o'quvchilarning testlarini tekshirgan paytimizda aksincha chiqqan holatlar ham bor. Aynan 3 ni belgilagan joyda 4 ko'p, 4 ni belgilagan joyda 3 ko'p bo'ladigan holatlar bo'lib qoladi. Shuning uchun tavakkalda bitta raqamni tanlash a, to'g'ri va foydali deb bilaman. Titkiy imtihonda ilkin orasida fundamental farq bor. Titkiyda imtihon titkidan audiodan qolib ketmasligimiz uchun tez bajarib, orada bitta yarimtaga ulgurmasak, voz kechib, sakrab o'tib ketaveramiz. Shunchaki tavakkal qilib, oldingi testga birini belgilagan bo'lsangiz, unga ham birini belgilab, darhol o'tib ketavering ulgurmayotgan paytingizda. Lekin ilkida sizni hech kim quvlamaydi. Sizga oldingizda savol turadi, xohlagan paytingiz keyingi savolga o'tasiz. Shuning uchun ilki chalg'ituvchi narsalar juda ko'p. Sizlar qaysidir gapni oxirigacha o'qimaganingiz, qaysidir javobni oxirigacha o'qimaganingiz, birni to'g'ridek ko'rinsa ko'zingizga bir, 2, 3, 4 ni yengil nomiga qarab qo'yishganingiz sabab haqiqiy to'g'ri javob bo'lgan 4 uchlarni o'tkazib yuborasizlar. Ilki juda qattiq chalg'itadi. Oddiy bitta bo'g'in uchun xato bo'ladi javoblar. Shuning uchun to'g'ri javobni emas, 3 ta xatoni isbotlashga harakat qilinglar. Shosha-pisha oxirigacha yetib boraman deganingiz bilan oxirlarida, misol uchun boshidagi 1-2 da bitta gapga to'g'ri grammatika qo'yganingiz uchun 2 ball bersa, mana bu yerda katta romandan parchani o'qib topgan javobingizga 2 ball beradi. Shuning uchun ulgurmay qolsangiz ham, o'zi shundoq ham tushunish qiyin bo'lgan testlarga ulgurmay qolganingiz yaxshi. Va shoshib ko'proq xato qilamiz. Kuni kecha kimnidir 40 talikmi testini tekshirib bergan edim. 20 gacha 3 tami 4 ta xato bor, 20 dan 40 gacha xato yo'q. Nega? O'quvchi o'ylashi bo'yicha men 20 gacha o'zi yaxshi bilaman deb o'ziga baland baho qo'yib, har holda ichimni odamning o'ziga nisbatan bahosi baland, bu yerda xato chiqmaydi-ku mendan deb yuzaki qaralgani hisobiga oson savollarda xato ko'p bo'lgan. Bu yoqda ham bitta yarimta bor edi, deyarli yo'q hisobida edi xatosi. 20 dan 40 gacha. Lekin nega bu yerlarda men xato qilib qo'yishim mumkin deb diqqat bilan o'qigani uchun xato qilmagan. Shuning uchun yodingizdan chiqmasin. Har qanday narsada bitta nuqtaga e'tibor bermaganingiz uchun ham xato ketib qoladi. Har narsaga diqqat va e'tiborli bo'lib, muhimi bir narsa, 3 ta xatoni isbotlang, aniq bo'lib chiqadi shunda. Yodingizdan chiqmasin. Ayniqsa kadaradida 13, 14, 15 da oxirigacha o'qing. Chunki so'nggi paytlarda chalg'ituvchi javobni birinchi ka, na, tas to'g'ri kelib, oxirgi gap bog'lanmay qolyapti. Misol uchun birda birinchi javobni o'qiyapsiz, 3 bilan 4 ni aniq chiqarib yubordingiz, birinchi gap to'g'ri kelmayapti. Birini o'qib, o ka to'g'ri, o na ham yaxshi bog'lanyapti, o ta ham yaxshi bog'landi. Ra ga bir jiddiy qaramaysizlar. Nega? Xuddiki to'g'ri javobni topib oldingiz. Siz to'g'ri javobni topdim deganingiz uchun oxirgi gapni o'qimasdan ikkiga jiddiy qaramaysiz. Nomiga bunday qarab qo'yasiz xolos. Nega? Siz tezroq 50 gacha borishingiz kerak. Lekin siz osongina
Yana 5 soniya ko'proq vaqt sarflab olishingiz mumkin bo'lgan 2 ballni mana bu yoqda bitta roman o'qib yoki misol uchun 48, 49, 50 ta ko'proq e, nima desam bo'ladi? Falsafaga oid gaplar ketadi. Agar dunyoqarashingiz, e, koreys tili bazangiz keng bo'lmasa, hattoki o'zbek tilida bersa ham tushunmaydigan matn keladi u yerda. Dars o'tish bizga qanchalik qiyin u narsa. Avvalo o'zimiz tushunib sizlarga yetkazishning o'zi oson emas. Juda murakkab narsalar keladi. Men 50 gacha ishlamang demayapman. 50 gacha borishingiz mana bu yerdagi oson savollardagi xatoyingizni hisobiga bo'lmasin deyapman. Shu narsa yodingizdan chiqmasin. Bizni maqsadimiz 50 tadan 50 ta topish emas, 50 tadan maksimal ko'proq topish. Yodingizdan chiqmasin. Endi shaxsan men o'zimda bor. 50 tadan 50 taga harakat qilaman, qiziqaman o'zim. Lekin doim bir kam dunyo bitta yarimta xato chiqadi. Shunaqa. Ilki bo'yicha kimda savollar bor? Savollarimiz bo'lmasa, hop, endi so'nggi gaplar bo'yicha. Avvalo, natijani bo'yningizdan soqit qilib oling. Bo'yindan soqit qilish degan nima degani? Sizda agar mana shu imtihondagi natija 3, 4 yoki 5, 6 olsangiz, viza cho'zdira olish imkoniyatingiz bo'lsa, oxirigiga qadalib qolgan bo'lsa, yoki mana shuda natija ko'rsatibgina universitetni bitira olsangiz, yoki ertaga hujjat ishlarini boshlaysizlar, O'zbekistondagi o'quvchilarimiz, mana shu narsa haqida qancha ko'p o'ylasangiz, sizni ko'proq hayajonga soladi va shu narsadan sizni ko'proq uzoqlashtiradi. Ulamolarning aytishlari bo'yicha bu dunyo borliq yaratilishidan avval 50 ming yil avval adashmayotgan bo'lsam, har holda necha yuz ming yillar avval e, Alloh har bitta bo'ladigan voqeani yozib qo'ygan ekan taqdir kitobiga. Ishoning, ertaga imtihon jarayoni emas, imtihondan keyin, oradan 40 kun o'tgandan keyin natijangiz ham yozib qo'yilgan allaqachon. Siz kirib shuni sababini qilib chiqasiz. Falonchi yaxshi natija ko'rsata olmaydi deb taqdiringizga yozilgan bo'lsa, siz nimanidir xato qilib shuni qilib chiqasiz. Har qancha astoydil harakatingiz shu xatoga olib boradi. Haddan tashqari ko'p qilgan harakatingiz shunga olib boradi. Haddan tashqari ko'p o'ylab yuborganingiz shu xatoga olib boradi. Falonchi bu imtihonda mana bu natija oladi deb yozilgan bo'lsa, sizni har bitta harakatingiz, har bitta sababingiz shu narsaga olib boradi. Shuning uchun avvalo yodingizdan chiqmasin, bugunimiz, ertamiz, oxirimiz hammasi aniq bo'lib ulgurgan. Nimadan qo'rqasiz? Nimaga o'zingizga katta baho berasiz? Shuning uchun shunchaki biz oxiri aniq bo'lgan narsani sababini qilishga kirib ketyapmiz ertaga. Shu narsa yodingizdan chiqmasin. Va bu dunyodagi eng so'nggi topik imtihoni emas. Men topik degan narsani eshitganimda va birinchi marotaba registratsiya qilib tayyorlangan imtihonim 52-chi topik imtihoni bo'lgan. Qarang, hozir 98 bo'lsa, 46 mart, 99 bo'lsa 47 marta imtihon bo'libdi. Oradan 35 kun o'tib, yo'q, 25 kunmi, 26 kunmi vaqt o'tib 100-chi topik imtihoni ham bo'ladi. 101 ham bo'ladi. Xudo xolasa. Ularni ham ko'ramiz. Shuning uchun bu shunchaki minglab topik imtihonlardan biri xolos. Oxirgisi emas. Ha, tayyorgarlik ko'rayotgan paytda shu meni so'nggi umidim deb tayyorgarlik ko'rish odamga turtki bo'ladi. Lekin imtihon paytida bu sizni zararingizga ishlaydi. Yodingizdan chiqmasin. Har bitta voqeadan hikmat izlang. Kuni kecha gruppamizga ham ovozli xabar yozgan edim.
Hayotimizda har bir bo'ladigan ishni o'zgarishi, hikmati, sababi bor. Faqat buni yillar o'tgandan keyin tushunasiz. Davrlar o'tgandan keyin tushunasiz. Bir paytlari maktabda sizni o'qituvchingiz koyigani, dakki bergani, hammani oldida izza qilgani, o'sha paytda balkim oylab xafa bo'lib yurgandirsiz, lekin hozirgi bugungi kuningizda shu dakkini balkim sababi kattadir. Kimdir sizni ustingizdan kulib mazax qilgandir, lekin balkim o'sha mazax sababli bugungi holatingizdadirsiz. Shuning uchun hech narsani bilmaymiz oldindan. Har bir berilayotgan o'z darajamizdan kattaroq natijalarga erishsak ham sinov, erisha olmasak ham sinov. Balkim sizga keyingi imtihonda bundan kattaroq narsa berilishi uchun sinalayotgandirsiz. Siz haqiqatda bu narsaga loyiq yoki loyiq emasligingiz sinalayotgandir. Bir gal bir o'quvchimiz ajoyib tajribalardan biri bo'lgan, voqeadan biri bo'lgan, e, imtihonga kirib, apreldagi imtihonda 3-daraja ola olmasdan chiqib olib, ustoz taxminan menimcha kutgan natijam chiqmasa kerak deb o'ylab, aksincha oldingidan qattiqroq harakat qilib, keyingi imtihonda 4-daraja olganlar. Shuning uchun har bitta voqealik, har bir ish bizga aniq bir hikmati bor, faqat uni o'sha kuni tushunmaysiz. Balkim 5, balkim 10 yil, balkim bu dunyoda emas, oxiratda tushunarsiz. Boshimizdan o'tgan, tushgan voqealarning sababini. Lekin ishonamanki, har bir voqea hikmatsiz bo'lmaydi. Endi faqat shu Alloh bildirganlarinigina hikmatini anglab yetar ekanmiz. Sizni e, falonchi qo'shningiz, falonchi sinfdoshingiz, do'stingiz, tanishingiz eng katta dushman emas, ichingizdagi meningiz eng katta dushman bo'ladi. Sizga doim qo'lingdan kelmaydi, uddalay olmaysan, eplay olmaysan kabi gaplar bilan demotivatsiya qiladigan narsa bu sizni o'zingizdir, ichingizdagi meningizdir. Shuning uchun yuqorida aytib o'tgan gaplarimni ichingizdagi meningizga yaxshilab tushuntirsangiz, menimcha uni yengishingizda oz bo'lsa ham yordami tegadi degan umiddaman. Shu bilan bugungi darsimiz ham o'z yakuniga yetdi. Savollaringni bo'lsa eshitaman. 3-darajani olish uchun nechta yechish kerak degan savol bo'libdi. 3-daraja olmoqchi bo'lsangiz, e, avvalo 120 balldan oshiq olishingiz kerak. Shunisi aniq. Va sig'ini qanaqa tushishini bilmaysiz imtihonda. Shuning uchun maksimal darajada titkiy va ilkiyda ozgina bo'lsa ham tushunsangiz harakat qilavering tez yechishda va kuchingiz yetgan joygacha bajarib, u yog'iga yuqorida aytganimdek a, koreys tili bazangiz va texnikangiz yetgan joygacha o'rganib, u yog'iga yetgan joygacha bo'lgan 1, 2, 3, 4 javoblaringiz sonini sanab, eng kam chiqqanini u yog'ida bir xilda belgilab qo'yganingiz maqsadga muvofiq. Ustoz imtihon topshiruvchi raqamini yodlab olish kerakmi? Yo'q, shart emas. Suxum pyoyingizda ham bo'ladi, bu doim yoningizda turadi. Ikkinchidan, siz imtihon topshirish xonasiga kirgan paytingizda partani o'ng yuqori burchagida sizni ism familiyangiz va Suxum ponoyingiz, imtihon varaqangiz yozib qo'yilgan bo'ladi. Yana kimda qanday savollar bor? Eng, eng so'nggi so'z o'rnida barchanglarni ertangi imtihonda Alloh o'zingni loyiq bo'lgandanda ko'ra, sizlar qilgan harakatdan, sabablaridan-da ko'ra kattaroq natijalar bilan siylashini tilab qolaman va ertaga yo'lga chiqishdan oldin ham yoki imtihonga kirishdan avval ham yosh ulug'lardan duo olib, o'zingni ham Allohdan so'ranglar. Mana shunaqa sinovlar jarayonidagi duolar Allohga yaqinroq deb eshitganman va mm, siz uchun, biz uchun qiyin bo'lgan narsalar Allohga oson. Shuning uchun menga qiyin Alloh, man eng ko'p qilganimda shunaqa duo qilaman. Menga qiyin Alloh, senga oson.
bitta buyrug'ing bilan hamma narsa o'zgaradi. Har bir insonni qalbi seni qo'lingda deb ko'p duo qilaman Allohga. Va shu duolarimni ko'pi ijobat bo'lgan. Ijobat bo'lmaganlarni ham menimcha vaqt soati kelib ular ham ijobat bo'ladi deb ishonaman. Va mayli, u yog'iga o'tmaylik, u yog'iga endi o'z sohasi vakillari gapirgani to'g'ri bo'ladi. Shunaqa. Omon bo'linglar. Ertangi imtihonda barchaga omad. Men sizlarga har biringdan gruppanglarga o'zimni to'g'ridan to'g'ri promoy telefon raqamim va promoy telefon raqamimni yozib qoldiraman. O'zbekistondagilar saqlasanglar WhatsApp chiqadi. Favqulodda holat bo'lib qoladigan bo'lsa, WhatsAppdan yoki Koreyadagilar promoydan qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Maksimal darajada diqqatim telefonda bo'ladi. Koreys tili Telegramimga kuniga yuzlab odamdan xabar keladi. Shuning uchun doim ham onlayn bo'lolmayman. Xabarlarni faqat kirsam ko'rinadigan qilib qo'yganman. Shuning uchun faqat favqulodda holatlarda javobini kutib tura oladigan xabar bo'lsa, yozib kutib tursanglar batafsilroq javob yozaman. Favqulodda holat bo'lsa, shu WhatsApp yoki Pramoy nomerdan qo'ng'iroq qilinglar. Hammaga rahmat. Omon bo'linglar.